Diqqat aholiga shoshilinch tezkor xabar. O'zgidromet agentligi hafta davomida kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Mamlakatimizga yana harorat pastlashi kutilmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, O'zgidromet agentligi 16 va 17 iyunda O'zbekiston bo'yicha beqaror ob-havo bo'lishi haqida ma'lumot berdi. Respublikaning ko'pchilik viloyatlarining ba'zi joylarida momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. 18 va 19 iyunda faqatgina markaziy va shimoliy viloyatlarning ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. O'zbekistonning qolgan hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Seshanba kuni kunduzi harorat 35-38 daraja, cho'l hududlarda esa 39-41 daraja, chekka janubda 41-43 darajagacha issiq bo'ladi. Chorshanba va juma kunlari havo harorati 4-3 darajaga pastlaydi. Hafta davomida shamol tezligi 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Vaqti bilan 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda esa chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. 17 iyunda shimolda va cho'l hududlarining ba'zi joylarida 20-22 metr sekundgacha kuchli shamol bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi hodisalari kuzatiladi. Ayrim hududlarimizda sel suv toshqin hodisalari ham yuzaga kelishi mumkin, deyiladi xabarda.